Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Charchamayapsizlarmi akalar, ukalar, tog'alar? Men bugun 25 fevral kuni nasib bo'lsa inshaalloh nihoyat qadamoqdamiz yerga. 70 akishga olingan. 2 qator qadab ketyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib qoladigan umiddamiz. Mana bu uskunadan qadayapmiz. Ham ekonomishli bo'lar ekan, ham ishimiz osonroq bo'lar ekanda. Shu yaxshi narsami deyman-da menimcha. Chunki ishchi qildiraman desa 1 gektar yerda 5 ta 6 ta ish chiqadaydi-da. 2 kishi bir kunda 1 gektar yerni qadab tashlasa bo'lar ekan. Yaxshi narsa menimcha, og'aylar, sizlarga ham taklif qilib qolamiz, shundan foydalanishlaringizni. Yomon narsa emas. Men bunisi ham amaposni ham tashlab ketadi-chi. Agar makka ekmoqchi bo'lganlar uchun mana bu qutichasiga amapos solinadi, tashlab ketadi mana bundan. Mana bunisiga makka solsa ham bo'ladi. Hozir biz nihoyat solyapmiz. Yerimiz yaxshi uchun amapos solmayapmiz-da. Agar amapos solaman deganlar mana shunday amapos olsa ham bo'ladi. Mana bu osonrog'i. Ishimizni yengillatadi. Mana bunday qilib qurib ketaverasiz. Izidagi izini tegislab boraveradi-da. Ildaydak ekib ketaveradi. Chuqurligi taxminan 1 santimetrdan oshiqroq ekan. Chiqib yomon narsa emas, yaxshi narsa.